Azizlarim, mana Xudo xohlasa yaqinda to'ylarimiz boshlanadi. Ilohim hammani xonadonida to'ylar bo'lsin, kelinlar kelsin. Ilohim yaxshi kuyovlar nasib qilsin. Shunga mana shu yor aytadigan onalarimizga mana shu Hoji Ahmadjon bobomizning chiroyli yozgan shu yorlardan aytib beraman. Va shu foydalansangiz bo'ladi. Albatta men buni musiqasi bilan yozdirish niyatim bor. Xudo xohlasa kuzatib boring, hali musiqasi bilan ham eshitiraman. Men buni bugun bir efirlarimda lirik chiqish qilay dedim, chunki zerikkanlar uchun. Va shu bugungi issiqlarda uyda dam olaman, bugun shu yotaman issiqda, chiqmayman deganlar uchun marhamat azizlarim, eshitishingiz mumkin. Avval aytay hazrati Parvardigarimga salom. Ikki alamni yaratgan bir barimga salom. Lütfetiban bandasiga rizqi ro'zin yetkirur. Razıqı haqqı xulqı kirdikarimga salom. Xushkarimi karsazu bandasiga mehribon. Ham qadimu ham ahadun la yazalanimga salom. Asmanu ham zaminu arshi kursi lavham xalq etgan insu jinsi Zülcelalimga salom. Birini shohu g'ani qildi, yana birini gado, birini mulla, birini dono, mehribonimga salom. Duvul xayril basharni sarafrozi sarvari, oftobu ikki olam, shahriyorimga salom. Ul Muhammad Mustafadır, sarvari kamni makan, shafir ruzi jazaul tajdarimga salom. Bir kecha sayr eyladi miroj xalqningul habib, sohibi mihrojul saraf suvarimga salom. Bir kecha sayr eyladi miroj xalqningul habib, sohibi mihrojul rafraf suvarimga salom. Mehribonlik topdi ul kecha Xudodan Mustafa, haq salomin bergan ulamo iqtidorimga salom. Bizni degasi jafiga madadkor erur, ummatiga mehribon g'amguzorimga salom. To'rt diyari to'rt binoyi shardir, murshidi rohi haqiqat dastiyorimga salom. Yor avval siddiq erur, yor g'ori Mustafa, sarafrozi dini dunyo shaxsvorimga salom. Ul ikki shahzodadan kavnayn nurul ayn yurur, kim Hasan birla Husayni ali dabarimga salom. Ham bari ashabi avlodi Rasulilloh ke kim ikki dunyoda kerakli iftixorimga salom. To'rt imomul muslimindur ahli sunnat rahbari, Abu Hanifa ul imamu bavqarimga salom. Bandasining maqsadi dunyoda to'ydir doimo, to'yga yetkirgan Xudoyim mehribonimga salom. Qaynatayu qaynanasi, qaynatayu qaynilar,
bu kelinning maqsadiga intizorumga salom. Avval oxir qaynotasi, do'sti ham rahbari, ham ulug'i ham piri ham posiboniga salom. Yangi uylangan yigit bo'lg'ay ham g'amdin xalos, bu yigitni baxtiyu ham taxti toriga salom. Bir pari yani kelinning yuzlari chun oftob, qoshlari ham chun kamon, ko'zi xumorimga salom. Mehribonlik aylasinlar doimo holin so'ragan tamomiyat ichki yorimga salom. Ham bu to'yda jam bo'lgan barcha yoshu qarilar, pir ustodi sug'ori ham kiborimga salom. Bu kelinda xulqi xush bo'lsa tabozi ham adab, yetti pushtun rahmat etg'ay biri borimga salom. Yetti qiz 11 o'g'il bersin xudovandi jahon, qo'sha qaritsin xudoyi kirdigorimga salom. To'yga kelgan ahli majlis desa amin barchasi, haq berur maqsudini hardu kalonimga salom. Azizlar, mana shunaqa chiroyli salomlar bilan Xudo xolasa to'ylarni boshlayotganlar, to'ylarda mana shunaqa chiroyli onalarimizni yor-yorlari bilan boshlangan to'ylar, Allohga, mana shu payg'ambarimizga salovatlar aytib boshlangan to'ylar o'ylaymanki xayrli bo'ladi. Kelin kuyovlarimiz ilohim baxtli bo'lsin. Shu qizlarimni kimlarnidir qizlarini to'y qilsa, o'g'illarini to'y qilsa, yaxshi bir ko'shanganlarga kuyovlar, yaxshi bir ostonasi tillo koshonalarga kelinlar bo'lsin. Barchani o'g'il qizlari baxtli bo'lsin. Sizlarga yana bir bor yaxshi kayfiyat tilayman. Kanalimni obuna bo'lib, like bosib kuzatib boring, chunki bundan boshqalar ham bahramand bo'lsin. Rahmat barchangizga, sog' bo'linglar.